Kalendarda bahor, Sibirda qor deydimi? Nimalar sotyapsiz endi uka? Pomidor aka. Pomidor. Pomidor, vinogradlar, assortimentlar. Pomidor necha pul bo'lyapti rozvoylar? Pomidor rozvoylar endi 380 so'm, 420 so'm oraligida. 380 420. Ну, 400 ekanda sredniy bundacha. Sredniy 400. Aha. Uzumlarchi, uzumlar qanaqasi? Uzumlar 180 so'mdan 220 gacha. 180 dan 220. Damaski mix degan assortimentlar bor. Tak, abishnilar 180 dan, Abishni 200 so'm. abishni 200. Ha, mix ozgina tortim pastroq. Aha. Qandaydir mix tortim pastroqligi uchun ozgina arzonroq berilyapti. O'sha 180 dan beryapsizlar. Damaskida qancha deyapsiz? Damaski 200. 200 dan kishmishlarchi. Kishmishlar bizda yo'q, endi kishmish arzonroq. Afzalroq. Ha, uni bu yerda ko'ramiz. Joningiz tinchmi? Savdolar bo'lyapti. Savdolar qalay? Sal yurib qoldimi yo? Yo'q, endi bugun hila yaxshi. Bugun yaxshi. Bugun yaxshi. Bahorda hidi kelyapti. Salomat bo'ling. Nima sotyapsizlar? Uzum. Uzum qanaqasidan? Husayinmi? Nech pul beryapsiz? 150. Uzum mana. 1-mart. Hammasi banolar nima ekan? Izadiylar. Bular qanchadan ekan? 140. Savdo qalay savdo? Savdo ko'ryapsiz. Bo'p turibdimi? Sal jonlanganga o'xshaydi ozgina. Endi odam yurishmoqda. Salomat bo'linglar.